Tez bo'shanish. Nima qilishim kerak? Bu muammodan nafaqat men, balki ayolim ham aziyat chekyapti. Agar tez bo'shalish muammosi bu o'shim ko'p hozir haqiqatan ham tez bo'shalish muammosi qiynayotgan bo'lsa, ko'rish kerak. Nimani hisobiga bo'lyapti? Birinchi masala, lidokain spreylari bor, 10% lik lidokain sprey. Shuni jinsiy aloqadan 7 daqiqa, 10 daqiqa oldin sepilgan holatda 1-2 minutdan bersak, quriydi. Sepilgan nima joy? Ichi ayolingiz bilan preludiya bosqichini o'tagandan so'ng prezervativ kiygan holatda jinsiy aloqa qilib ko'rish kerak. Ana unda jinsiy aloqa vaqti cho'zilayotgan bo'lsa, demak, jinsiy olatni dorsal nervlarini sezgirligini evaziga bo'layotgan bo'ladi. Bu holatda nima qilinadi? Yo lidokain ishlatib yurish doimiy bir yoki maxsus operatsiya bor, denervatsiya hamda neyrografiya. Shu amaliyot kichik operatsiya hisoblanadi. Shu operatsiyani o'tkaziladi yoki yana protsedura gialuron moddasini jinsiy olat bog'chasiga yuboriladi. Vaqtincha 8 oy, 1 yilgacha yetishi mumkin. Shuni qo'yib turib, sezgirlikni nisbatan pasaytirishimiz mumkin. Shuning evaziga jinsiy aloqa vaqtini biz sun'iy ravishda cho'zishimiz mumkin.